Kelishtirib, men so'ramay qo'ya qolay, o'zingiz bilib tushunmay 35 milyon. 35. Kami bor. Sog'ligi zo'r. Kami bor, yeb ichamiz zo'r. Mana shu mollarni ko'rsatib qo'yganimizni ko'rsatamiz dedik. Kim bermayapti? Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, xunojin ishqibozlari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Guliston qishlog'idan video obzorni boshladik do'stlar. Chiroyli xunojin olaman deganlar videoni oxirigacha ko'rib, kuzatib turinglar. Ishlarini bitirishga harakat qilamiz. Bugungi sanamiz 4-avgust haftaning chorshanba kuni 2026-yil. Xo'p, do'stlar, общий 5 bosh xunojin bor. 4tasi mana shu ko'rib turganlaring, bir bosh ichkarida qochishga tayyor sementalga gibridi ham bor. Ko'ringlar, xunojinlar yoqsa aloqaga chiqib savdolashib olaverasizlar akalar. Hamnaqangi juda ham chiroyli kelishgan go'zal xunojinlar. Endi xunojinlarning ma'lumotini Hoji akamizdan olaveramiz. Sirojiddin hoji akamizdan xunojinlar. Mana mashalloh o'ynab turishinichi bulardi. Qani haydaverasiz shu. Hoji aka, assalomu alaykum. Keling Soyibjon. Qalaysiz aka? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Rahmat. Obunachilaringizga alangali salom. Xo'p, vah xunojinlar taglari. Taglari zo'r. Ha, taglari zo'rmi aka? Taglari. Hammasini tagi ana shundaymi? Ash ko'rinib turganda. To'rt yerda. Qani? Taglarini tekshirib, Oh. Uyalmaydigan bu. Ha, shalxalari zo'r. Gap yo'q. Aka, общий 5 bosh, 4tasi chetda. Chetda. Ikkitasi olaqoralardan. Rossiyskilardan ikkitasi. Bular ikkitasi Ularda onalar simental. sementalda bolalar, ha bular. Qani, ostidan ko'raylikchi. Ko'ringlar. Taxminiy yosh oyliklari necha oylik ekan, ha bularni? 3 oylik, 4 oylik ekan biz hozir sementallar. Mana shu 4 oylik. Narigisi 3 oylik. Bunisi 3 oylik ekan, ha? To'qol ekan, ha? Ikkalasi ham tug'ma to'qolmi? Mana, do'stlar, ikkalasi ham tug'ma to'qollar. Narxni qaysidan boshlaymiz aka? Olachalardan boshlaymi? Ikkala olachani shunday manaqa chiqaraylik. Jonivorlar. Ishtahalar zo'r ekan, o'tga yopishib qo'ygan, qarang bular. Qani ana jiyanlar hayda, qara bir o'ynab beradi endi, qochib ham ketmasa-da mana. Ha. Cho'jon, g'ash ikkalasi narx aytaman. Bu aka, ikkalar rossiyskilar nech pul? Ikkalar rossiyskilar 20 milliondan. 20 dan. 20 dan. Bir joyga. 40 deyapsiz. Aha. Kelishtiramizmi? Yopishtirib aytavering aka, kelishtirib. Yeb ichishi taglarini qarang bunlar. Taglari zo'r. Bunisini ham ko'p qo'ying. Qani bitta ko'tarvancha to'ralasini ko'rinsin. Mashalloh, zo'r do'stlar mana. Bo'lsa bo'lar, shuncha bo'lar deydi-yu. Aka, siz narxini kelishtiraylik. Mayli, mollar zo'r aka. Gap so'z yo'q. 19 milliondan bersin. So'rab olammi yana? Ozmoz xayri bor. 19 dan ozgina savdosi bilan ozgina savdo bo'laveradi. Dastlabkasi. Dastlabkasi endi o'zi zo'rib qoldi. Kelishilgan holda qilib beramiz yaqin o'rtaga bo'lsa. Bo'yni balandliklari mana shu 20 chiqadi. 20 ga borsa, bunisi 10 15 plus, ha? 10 plus. 20 ga olaversin. Ko'ringlar mana 10 ga 20 ga olaverasizlar. Dastlabkasi kelishilgan holda narxi 38 million jupiga. Ajratib olinsa, endi 500 ming nari berib qolish narsa mumkin. berisi bo'ladi hozirroq. Endi tavsiya qilamiz, jup olsa birga yurgan bitta firmadan olib kelingan biz u. Onalarni ko'rganmisiz? Yaxshi. Onalarni ko'rganman, videosini, rasmini tashlab beraveraman. Ko'ringlar hammasini. Olaman degan. Hammasini ko'rganman. Gap yo'q, do'stlar mana. Ikkalasini onasiz toza semental. Bularni nech puldan deymiz bu aka? Bularda Aka qochirmay kelishtirib, ha. Dehqon olib boqib va maza qiladigan qilib narx. 22 hamdan deylik. 22 hamdan. Ha. Kelishtiramizmi? Aka yopishtirib aytavering aka. 22 dan bersin. 22 dan. Dastlabkasi o'shaga boshiga kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Mana. Jupiga 44. Ajratib ham sotaveramizmi? Endi so'rab qo'ygan yaxshi, kimdir bir dona olishi mumkin, kimdir bunisini olishi mumkin. 22 dan tanlab olaversin. 22 dan tanlab olaversin. 22 dan tanlab olsa jupiga 43 baho aytdi. Ana jupiga olganga 43 ketdi. Ozroq so'rab ham oladi lekin. Ha?
Endi kesib qo'ysak Ko'pmas, bo'lmaydi. ozmi zaman. Kesib qo'ysak bo'lmaydi. Lekin aka Xudo xolasa Mollar olgan odam baraka topadigan yaxshi mollar. taglarini qarang, bu buzoqda. Zo'r. Tavsiya qilamiz do'stlar. Narigisi ham shunaqa. Ko'ringlar. Xudo xolasa bu xunojillar toza, yaxshi, onalari videolari bor ekan, katta sut berib turgan sigirlarni bolalari ekan xullas. Buni onasi bundoq deyishimizdan ko'p hozir foydasi yo'q. Kesalaring videosini qo'yib beradi, ko'rib Olaman degan odamga videosini tashlab beraveraman onasini. kelib ko'rib xulosa qilib olaverasizlar mana. Iloji bo'lsa kelib ustida savdo qilib olinglar akalar. Aka telefon raqamini aytib qo'ying. 91lik 91lik ishlaydigan bitta qo'yamiz. Ishlaydigan raqamni ayting aka, urmay turamiz. 91lik 141 141 66 11. 66 11. Aloqaga chiqaverasizlar, qaniga qochishga tayyor. Nari nomerimni ham yozib olarsiz, menikida u ham ishlaydi. Qochishga tayyor xunojini ko'rsatamiz. Ayting keyingisini. 94lik Aha, 098 aytaveramiz. 66 11. Ikkala raqamni ham ekranga qo'yib qo'yamiz. Ikkalasi ham sizda bo'ladi. Ikkalasi ham o'zimda. Mana hurmatli tomoshabinlar, endi bu kattaroq variantini ko'rsatamiz. Hoji aka, buni ma'lumotini bering endi. Bu bo'g'ozmi yo qochishga tayyormi? Nima deymiz buni? Bu gumon, to'g'risi. Aha, Tekshirtirilganimiz yo'q. qo'yilganmi? Katta semental mol bilan yurgan, semental buqa bilan yurgan videosi bor. Ha, buqa bilan yurgan. videosi bor. Aha, ko'rsatib berilaveradi. Ha. Sakraganmikan axir? Sakragan ekan, qochgan bo'lsa ham 2 oydan keyin bo'lmaydi. Tekshirtirib qo'ymayapsiz-da. Tekshirtirgani to'g'risicha vaqt bo'lmay qoldi, boshqa ishlar bilan o'rab bo'lib. Lekin molni kindiklari ancha osilib, u shalhalari ham osilib qolibdi. Qochgan bo'lishi ham mumkin. Ha, Parodasi nima deymiz buni? endi bu ham shu sementalga gibridda qandaydir? Gibridlardan-da endi. Sementalni bormaymiz-ku, gibridda. Shu, mana shu mol xullas. Lekin sementalni qoni borligi aniq. Bo'yni balandligi taxminiy 1.35 bor. 35, aniq. 1.35. Aka, narxi necha pul bu xunojinimiz? Narxini shu Xunojinga berasiz endi siz. Buni bo'g'ozga bermaysiz aka, 6 to'g'ri? million desek qalay bo'ladi? Qani bitta tayinlashni olib Tagi turib. dahsha. Ko'rindimi do'stlar? Endi bo'sh yurgan molni yaxshi ko'rsatish. Soyibjon, Bo'sh yurgan molni bemalol ko'rsatish qiyin-da. Aka, kelishtirib men so'ramay qo'ya qolay, o'zingiz bilib tushmay 35 turing. million. 35. Kami bor. Sog'ligi zo'r. Kami bor, yeb ichamiz Achchiq. zo'r. Mana shu mollarni ko'rsatib ham qo'yib ko'rsatamiz dedik. Ha. Kim bermayapti? Ha, mana shu mollarga bilan birga yuribdi-kan do'stlar. Bular o't Siz- bermayapti pullar. Ha, suzyapti-kan shular. Endi nima deydi? Iloji yo'q. O'zini ajratib bitta o'qigani bo'lmaydi. Kichkinalarga qo'shsa, kichkinani bu suzyapti-kan. Kattalarga o'tkazdirib qo'ysa, kattalar va 35 million deb turgan xunojimizni suzyapti-kan. Do'stlar, mana yoqqan bo'lsa aloqaga chiqinglar. Telefon raqami ekranda, tavsiya qilib qolamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Guliston qishlog'idan bo'ldi video obzorimiz. Albatta like tugmasini bosib, kommentariyada fikr mulohazatlar qoldirib ketinglar. Xunojinni ko'rib yoqtirgan bo'lsangiz, tortib aloqaga chiqavering. Garantiyali yaxshi insonlar gapiga ega, so'ziga ega bemalol tavsiya qilaveramiz. Sog' bo'linglar, hammaga omad.